Shahzod nima gap? Tuzumsiz charchamayapsizlarmi? Xo'p. Bu mavzu sizlarga o'tilmagan. Endi o'tamiz keyingi darsdan xudo xolisi. Bugungi bo'lgan price action harakati. Men boya bay olganim. Undan keyin ishim bor edi, kira olmadim. Nimaga bay oldim? Chunki TS berish uchun oxirgi low bergan high o'sha ketma-ketlikda aytib o'tgandek sindirish kerak edi. Modul 5 CFD bo'yicha free day range bo'ladi. Modul 5 ya'ni juma range. Juma range previous day high yechibdi. Undan keyin o'zi Aziyani highga chiqishga ma'no qolmayapti narxda. Shuning uchun narx общий price action korreksiyasi aytib o'tilganda qaysi joyda TS kutish kerak degan joyiga mana hop sell trend ketyapti. Oxirgi highga yengilagan low mana. Oxirgi high yengilagan low mana yangi low yasab yangi high yasagan o'sha yana low yasayapti, chiqib high yasayapti o'g'lim. O'sha biznes sarg'ib tashladi degani hammani, sellerlar ham, buyerlar ham qirilib ketdi degani. O'sha aynan vaqt 9 da bizda TS bergan 9 o'sha reversal vaqtida plus bizda rejection block mana mana yo tomon rejection kirsa biz KISD ni kutishimiz kerak. Chisavik KISD ga kirgan vaqt plus imbalance, to'g'rimi? Nima yasayapti? Short timing high, mana swing high, intermediate timing high ga aylangan vaqtda biz o'zi kirishimiz kerak. Mana M1 cho'tki mana hamda BPR turibdi. Misol uchun balance price range, to'g'rimi? TS bergandan keyin aktual bo'ladi. IPVG bo'lgan ekan, o'zir bitta reaksiya olib qo'ygan ekanmiz. Bu bizda inversionni PVG. Hop, yanada agar yana tasdiq kutish joyi bo'ladigan bo'lsa, shu yerda ham nima bo'lyapti? Oxirgi low yasagan high sindiryapmiz. Qaytib ket. Sindirib va tushib turib mana bu MSS beryapmiz. Mana haqiqiy MSS mana shu jarayonda shakllangan biz uchun. To'g'rimi? Tepada yetakdalik mana confirmation bilan o'zi tasdiq bilan bo'lib biz riskovni entry nuqtalari hisoblanadi. MSS bergan paytda bizda nima bor? Unicorn model nima edi? PVG plus breaker, to'g'rimi? Mana breaker plus PVG bor. Endi o'tirmaymiz. Shu vaqtda biz entry qilishimiz kerak, stop loss the high yoki mana mamutda o'zi sekin o'rganib boradigan joyimiz biz aynan mana mamutda entry qilish bo'ladi o'zi. Mana shu M1 da o'zi TS hisoblanadi. Total soup sell M1 da KISD bor. KISD M1 KISD entry stop the high yetakdalik order flow bizga juda zo'r yer bergan nimani? Original konsolidatsiya MMXM bo'yicha low resistance liquidity round, to'g'rimi? Ya'ni past qarshidagi likvidniy faza. Bizda har doim mana faza visoko likvidniy bo'ladi. Nimaga? Mana bunaqa ебанутый range bo'lmaydi, impulsli harakat bo'ladi. Plus общий price actionda nima bo'lyapti? Fibo tortilgan premium discountiga chiqib kelayotgan vaqtda chisavikda bizda mitigation block bo'lgan. Mitigation bizda chisavik blok, chisavik blok M15 da mitigation ekan o'zi. M15 bitta mitigation chisavik. Mana men TS bergan. Ichida taglari bizga farqi yo'q o'zi. Qattiq kirsa ham yur beradigan fazadamiz. Tushunasizmi? Mamtdan split qila olmadingizmi? Misol uchun qaytib kelyapti. Mana mamtni balansdan entry qilsangiz bo'lardi. Piramida deydi. Buni ketma-ket pozitsiya kirib ketishi yoki ikkinchi faza sizda mana ma'lum bo'lishi mumkin edi. Target aniq bo'lsa, entry muammo bo'lmaydi. Har doim aytadigan narsam, target qaysi bizda mana. Uni yetsa, ertaga seshanba yopilishiga qarab turib haftalik baysni tuzib chiqamiz. Men mamtdan nima bay qildim? Yevroda, GUda mana mashhayga olishiga TS berish kerak edi. Shu yechilishiga men vaqt o'tkazmaydi, kirib oldim. O'zi bu yoqqa foyda qilgandan keyin men risk qilgim kelmadi. Plus
nima bergan? SMT GBP USD bilan 1 pound bilan bizda SMT ham bor. Uni ham qo'shib o'tamiz. Pozitsiyani million deydi. Mana shu. Kim nimaga tushunmadi? Kimda nima savol bor edi? Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Qurboniga gapirolmadim, odam borda olinman. Bemalol. Shunda men o'zi nima ham o'tgan darsimda aytgandimki, yevro 15 minutlikda kechangi juma kungi 4-o'qish kuni pastda qoldirgan likvidlarni yechmaydimi deb so'ragandim sizga. Siz aytgandingiz, dushanba 2-o'qish kuni qanaqadir setup bersa, ko'rsak bo'ladi. Targetni mo'ljallab degandingiz. To'g'ri, men o'zi shunday. DXY market maker buy model kutgandimda, o'zi haqiqatan ham DXY zo'r ishlab berdi shu model bo'yicha. Original konsolidatsiya, mana mamtni bergan anaqani. Manipulyatsiyani. Har doim aytadigan narsam nima? Overlapni o'tkazib yuboramiz. Overlapdan keyin overlap. Mana o'chirib turaylik hozir. Overlap load. Bizga mana bu narsani o'zi juda katta narsani aytib mana birinchi plus bu chisavikda yopila olmagani, Mana fazada likvid bor edi bizda. Aniq tushning yani. Zo'r tushib yotdi likvid, ko'rasizmi? Anaqa. Nima bizda low LRL to'g'rimi? Double LR low resistance. High resistance bo'ldi. High resistance low HRL to'g'rimi? Bo'ldi, shu bilan boom. Order flow yo'q. Shunaqa. Shuni ko'rsatmoqchi edim. Hammasini yozib ham o'tdim. Bitta bu rekapitulyatsiya uchun. Mana shu high resistance low borki, endi pastida bo'lsa high resistance low bo'ladimi? Yuqorisida bo'lsa high resistance high bo'ladimi? Trendga qarab, siz mana buni misol uchun, mana buni high resistance high deb olishingiz mumkin. M1 da shunaqaga o'xshaydi, to'g'rimi mana? Qarang. To'g'ri, bu high resistance high, lekin qaysi biri to'g'ri degan savolda. Tushunasizmi? Qaysi biri to'g'ri degan savolga men hamma javobni o'zi beryapti mana. Qattiqroqmiz MSS, to'g'rimi mana? Retracement yo order flow. Birinchi order blok. Balki 5 minutlik BPR ni nima birinchi balans bor degansiz masalan. 5 minutlik ham order blok ekan. Inversionga qaytib kirgan ekan mana bu tomonda. 5 minutlik IPV. Unicorn model breaker plus CVG bo'lsa unicorn model bo'ladi, yo bo'lmasa mitigation bo'lmaydi unda. Faqat breaker. Unda breaker ha. Mana bunda mana unicorn model bo'ladi mana. Mana shu case mana breaker mana o'zi high up, bu yerdan low up chiqib ketgan mana shu. Ya qaytib kelishi plus imbalansi bor, mana shu unicorn model hisoblanadi biz uchun. Asosiy narsa nima ekan? Mamti struktura birinchi PKV yasalishini kuch. Algoritm nima maqsadi bu algoritm bunaqa. Mamti qarang. Sel olganlarni chiqarib yuboryapti birinchi, stop tepaga qo'yib, to'g'rimi? to'g'ri. Buni MSS deb anaqa qilgan, o'zi bayerlarni ham chiqarib yuborib bo'lgan, mamti bayga MSS bergan, o'zi bayerlarni tozalab oldi bu yerda. Qaytib kelib turib, baylarni stop yechib tashladi. Bay olganlarni, stop oxir qo'yganlarni. Bayga chopildi. Endi keyingi target algoritm nima qiladi? Sellerlarni, sell olganlar bo'ldi ketadi.
stop mana qo'yganlar bo'ladi. Mana buni bizilishidan pastdan yana bayga kiradiganlar bo'ladi. Bu nima qiladi? Tekis shunaqa agressivni tushib ketish qiladi. Tushunasizmi? Zo'r setup bergan, chisavik hammasida. Vashe cho'tki. SMP kesinga hamma narsalar bo'lgan bergan. Kuzatamiz. Previous weekly highga qarab yotdi. Dadahangich bo'ldi. Previous weekly high osuv kerak hozir o'zi. Seshanba, chorshanba aniq bo'ladi bizda. Asosiy narsa cho'tki kartinka dollar diksi bilan plus euro zo'r deb turadi. Euro prям idealniy setup mana shu zo'r. Tushunasizmi? Likvidnost ham bor. Past fazli likvidnost bizni yuqori fazli likvidnost qilishimiz kerak. Nimaga high resistance liquidity deyiladi? Mana bu chunki rally. Rally ko'rinishida keladi har doim. Mana bunaqa range bo'lmaydi. Tushunasizmi? Impulsni divizioni bo'ladi. Targetda oldi o'zi bo'ldi. Order flow ko'rinishda kelayotgani ham zo'r. Cho'tki. Tarbiya qilish order flow'di. Mana bu ko'p chiziq bilan chizib qo'ydingizki, qarindosh. Ma'lummi? Ma'lummi? Mana shu yerda biz hozir Filer swingga olsak bo'ladi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Mana shu Filer swing. Doqib turib, o'zi nima qilamiz buni? Entigiga doqib qo'yasiz. Entiga endi men pasos chizuv borligi uchun anaqa doqib qolasizda. Hop. LR yozib qo'yasiz bo'ladi. Işte bu birinchi targetizda. So'ng mana shu farzani mana shu double LR bilan Filer swing nimasi bir xil, nima deydi? Как будто sinonim so'zda, ikkalasi bir-biriga, to'g'rimi? Da, Filer swing nima o'zi? Ya'ni swinglar olinmasligi, ya'ni har bittasi swing bor-ku, to'g'rimi? Misol uchun 15 minutga ochildi, mana qarang. Ha. 15 minutlikda swing low yasak ketayapti, ololmayapti. Mana shu narsa Filer swing deyiladi. Mana bu faza ham Filer swing deb bo'ladi. Nimaga? Chunki narx ko'proq pastdan boshlagan impulsi lowlarga kelmagan, ko'ryapsizmi? Mana har bitta mamiyodiy swingda o'zidan oldingi impulsning harakatli swingda failed bo'lgan, ya'ni muvaffaqiyatsizlikka uchragan, ya'ni olinmagan. Shu fazada biz olishimiz kerak. O'zi katta taymingda mana bu bizda double LR, tushunasizmi? Endi prime Filer swing deb o'zi mana ming qiladi. Yaqin bo'lishi kerak, tushunasizmi? Bu prosta nisko likvidniy faza u. Double LR mana bu haqiqiy Filer swing. Uklonli bo'ladi sal. Mana bunaqa rally sifatida emas, tushundingizmi? Bunaqa uklonli mana chiqyapti. Swing high'lar juda yaqin bo'lib qoladi bizga. Mana shu narsa Filer swing. Mana buni Filer swing deb ola olamizmi? Yo'q, bu Filer swing bo'lmaydi bu. Agar setup bersa, sel yuradigan bo'lsa, double LR bo'ladi bu. Tushundingizmi? Ikkalovi ham likvidnost. Ikkalovida ham mohiyat bir xil, prosta setup har xil beradi ikkalovida. Shu narsa. Shu swing high'lar bir-biriga juda yaqin bo'lib qolganligi uchun, equal high bo'lib qolganligi uchun ham engineering yozib qo'ygansiz-da, to'g'rimi siz? To'ppa-to'g'ri. Dollar indeksida Ramp engineering bo'ladi. Bir kun oldingi kun shu jumani anaqasida mana Filer swing qilib ketgan haydi. Overlap haydi. Chiqib ololmagan, ko'ryapsizmi? Bir marta chiqyapti, qarang, necha marta fail bo'lyapti. 1 2 3 4 5 dollar tushib ketdi. Ko'rdingizmi? Tagdali pastki swingda ham fail bo'lgan. Shaxsodagi qaysidir likvidnost yechilgandan keyin boyga patrend u qarang. O'zi dollar indeksda boyga o'sha total soup mana bu o'zida bergan mana. Oxirgi high yasagan low sindirishida qidirishimiz kerak. TS mana oxirgi high yasagan swing mana. Oxirgi mana low high yasagan, to'g'rimi? Mana kelib turib, bundoq urilishini ko'pchilik sindir strukturada tepadan sel kirishadi. Mana yurib beryapti Fibonacci 50 da ko'rsangiz.
kar hisob yanada ko'pchilikni jalb qiladi, o'ziga domiy tortadi. Lekin bu xuddi shu narsani kichkina 15 minutlik tayming o'zida variantni qilib turib, xayringizni qilib turib chiqib ketamiz. KSD bor mana. Mana KSD. KSD kirib kelgan. Buf, tepishim bor. Tushundingizmi? Rampda. PISDda ham hali o'tmaganmiz biz ham. Yo'q. Biz o'tadigan narsa emas. Shu turdaman keyin safar. Просто opasniyroq, u konkret zo'r levelda ishlatmasangiz faylat bo'ladi ko'p bir narsa. Stop loss ko'payib ketadi. No, error katta unda lekin. U vasani suv qilib ichiborishingiz kerak deydi uni. Tushunasizmi? Keyin ishlatsangiz yaxshiroq sizga foyda beradi. Atak bu narsa foydadan ko'ra zarari ko'p ishlaydi ekan. Dahoyada KSD. Har bir divizionda olib ketadi KSD. Uni topa olishdi. Ana gap aniq o'sha change topishdi. Shu bugungi anaqalar nasib edi. Agar mana shu